ijodda qanaqadir o'sha dangasa bo'lib qolgan paytlaringizda motivatsiya nimadan olasiz? U paytda motivatsiya ola olmaysiz toki chuqurlikka tushib bormaguningizgacha. Masalan, deylik, qarangda, odam qachon och qolsa turib albatta ishlaydi. Shuning uchun motivatsiyani men nima qilib? Men ishim ko'p, bolalarim ko'p. Yotsangiz, yeb yotsangiz tog' yemirilib ketadi. 5 ta bolam bilan hozir ular ham bolalar bersa, ishonaveringlar, Yulduz Usmonovaga ham yetmaydi-da biz yesak aka. Shuning uchun hamma o'zing uchun harakat qilishing kerak. Men hozir endi masalan yoshda gapiraman, okey, gapiraman. 40 ga qarab chiqyapman, lekin hali ham kasal bo'lsam, onam qaraydi menga, masalan. Misol uchun, men telefon qilaman. Ya'niki maslahat beradilarmi yo qanaqa? Yo'q, doktor yuboradi, o'zi kelib ko'rib ketadi, urishib, dorini ichirib, ovqat berib, ish qilib, meditsina o'zingiz g'amxo'rlik qilolmayman. Ayam bo'lib turibman. O'zim bolalarimga qilaman, lekin meni onam shunga qaraydi.